Mobil ilovalar qanaqa yaratiladi deb o'ylab ko'rganmisiz? Keling, Flutterda buni qanday oson qilish mumkinligini bugun ko'rsatib beraman. Buni quyidagi Mebel ilovasi yordamida ko'rib chiqamiz. Bu videoni oxirigacha ko'ring, chunki bundan keyin sizda albatta Flutterga qiziqish paydo bo'ladi. Mana bu bizani mobil ilovamiz. Bunda 3 ta skrinimiz bor, 3 ta sahifamiz, splash screen, dasturga endi kirgandagi sahifa, ikkinchisi home screen, bu yoqda mebel turlarini tanlasa bo'ladi va mebellarni ko'rsa bo'ladi. Uni ustiga bosib esa 3-sahifamiz, ya'ni detail sahifaga o'tsak bo'ladi. Buni o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Mana birinchi sahifamiz, o'tdik, ikkinchi sahifamiz. Ustiga bosdik, 3-sahifaga o'tyapmiz. Animatsiyalarga e'tibor bering, juda ham chiroyli animatsiyalar qilingan. Aynan shu dastur qanaqa yaratilganligini bugun birgalikda ko'rib chiqamiz. Keling, endi boshladik. Eng birinchi bo'lib terminalni ochib, bu yerda bitta buyruq yozamiz va shu buyruq yozish orqali yangi Flutter dasturini yaratamiz. Buning uchun Flutter create va mobil dasturimizning nomini yozamiz. Mobil ilovasi deb va ozgincha vaqt kutsak, mana bizda yangi Flutter dasturi yaratildi. Endi esa uni ochib olamiz. Bu bizani hozir yaratilgan dasturimiz, ya'ni kodlarning oxirgi varianti. Hozirgina yangi yaratgan dasturimizni esa quyidagicha ochib olamiz. Mana ko'rib turibsiz, boyagi bittagina buyruq yozish orqali shuncha fayl o'zi avtomatik ravishda bizda yaratildi. Endi buni ishga tushiramiz. Ko'raylik nima yaratilibdi. Bu yerdan o'sha telefonimizni tanlaymiz, ya'ni ushbu telefonni. Bu bizda ishga tushguncha keling ko'rib chiqamiz. Mana quyidagi hamma papkalar va fayllar bizga avtomatik ravishda yaratilib chiqibdi. Bu bizda Flutter'ning eng asosiy, eng boshlang'ich dastur hisoblanadi, ya'ni har doim deyarli bu dastur yaratganda shunaqa formatda bizga yaratiladi. Buni endi biz o'zgartirib, o'zimizning dasturimizning funksiyallarini bu yoqqa yozib chiqamiz. Mana Mebel mobil ilovasi degan dasturimiz ishga tushdi. Bu yaratilgan dasturimiz shunaqa ko'rinishda ekan. Boyitib o'tganimizdagi bu Flutter'ning eng boshlang'ich dasturi hisoblanadi. Endi buni o'zgartiramiz. Mana bu boya ko'rib turganimizdagi dizayn faylimiz, bu yerda bir nechta rasmlar, ikonlar bor. Bularni biz dasturimizda ishlatishimiz kerak bo'ladi. Va shriftni ko'rsak, bu bizda shunaqa shrift ekan. Bu hamma rasmlarni shriftni olib bitta faylga joylashtirib, uni dasturimizga qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Men ularni hammasini shu bitta papkaga yig'ib qo'yganman. Buni biz bu dasturimizga qo'shib qo'yamiz. Mana ko'rishimiz mumkin, bu assets degan folderimiz bizga qo'shildi. Bu yerda fonts, shriftlarimiz, ikonlarimiz mavjud va bu yerda rasmlar ham bor. Bu fayllarni biz bu yoqqa qo'shdik, lekin kodimizni hali bilmaydi biz bu yoqqa qo'shganimizni.
Shu bu yerga qo'shilgan assets folderimizni ishlashi uchun dasturimizga ba'zi bir o'zgartirishlarni kiritishimiz kerak, ya'ni aytib qo'yishimiz kerak. Rasm, shrift va ikonlarni bu joyda olgin deb. Buni qilish uchun biz pubspec.yaml fayliga o'tamiz va shu joyini kopiya qilib olamiz. Bu yoqqa qo'yamiz shuni. Mana bu yerga endi aytdik. Shu papkalarni o'qigan shriftlarimiz esa quyidagilardan iborat. Bu bilan ham qo'shib oldik. Endi bu dasturimizda ba'zi bir SVG rasmlari bor. Bular bilan ishlash uchun bizga Flutter SVG degan kutubxona, ya'ni package kerak bo'ladi. Uni ham qo'shib olamiz. Uni bu yerga yozamiz. Va Flutter pubget deb yozib qo'yishimiz kerak. Dasturimizni o'chirib, bitta boshqatdan yoqib olamiz. Endi keyingi qadamga o'tdik. Biz boya aytdik, 3 ta sahifa bo'ladi bu dasturimizda deb. O'sha 3 ta sahifani joylashtirish uchun screens degan papka ochib olamiz. Bu yerga o'sha 3 ta ekranni yaratib olamiz. Birinchisi bizda splash screen. .dart. Ikkinchisi home screen. Uchinchisi esa furniture detail screen. .dart. Endi bu yoqqa biz oddiy kichkinagina sahifa yaratib turamiz. Buning uchun ctl deb yozib stateless widget yaratishni tanlaymiz. Bu yoqqa sahifamizning nomini qo'yib qo'yamiz, ya'ni splash screen. Sahifamizni nomini ko'rsatib tursin, splash screen deb yozib qo'yamiz. Va xuddi shu ekranni boshqalariga ham kopiya qilib, faqatgina nomlarini o'zgartirib qo'yamiz. Bunisi home screen bo'ldi. Bunisi esa furniture detail screen. Endi bu ekranlarimiz ishlashi uchun uni main.dart faylida yozib o'tish kerak bo'ladi. Buni tezlashtirish maqsadida bu yerda yozib qo'yganimizni kopiya qilib olamiz. Va bu faylni u fayl bilan o'zgartiramiz. Endi ko'rib chiqamiz nima qildik. Bu yerda dasturimizni run qilyapti. Bu yerda esa dasturimizdagi bor sahifalarni yozyapti, ya'ni bu splash screen ekan. Mana bu yerda splash screenimiz ko'rindi. Bu yerda esa home screenni yozdik. Furniture detail screenni boshqachasiga yozamiz. Endi bu sahifalarimizni biz ulab oldik. Keling endi xuddi dizayndagi qilib yaratishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib splash screendan boshlaymiz. Buning uchun oldin yaratib olgan splash screenimizni kopiya qilamiz. Mana bizda dasturimiz yaratildi. Sahifamiz yaratildi.
Endi buni qanaqa qilganimizni ko'rib chiqamiz. Bu yerda orqada bitta rasm, ustida tekst va shunaqangi button tugma bor ekan. UI'mizni bittalab ko'rib chiqadigan bo'lsak, mana biz avval rasmni shu widget orqali yozib oldik. Rasmimizni esa boya saqlab qo'ygan assets images splash.png degan faylda joylashgan. Keyin uni ustiga yana bitta element qo'ydik. Bu yerda biz mana tekstimizni yozdik. Oddiygina tekst widgetini ishlatib, bu yerga shriftimizni ishlatishini yozib qo'ydik. Tekstimizning rangi oq bo'lsin dedik. Agar tekstimizning rangi qora bo'lsin desak, u qora bo'ladi. Lekin bizga oq kerak. Va bu yerda o'sha tugmani joylashtirdik. Buni olib qo'ysak, tugmamiz yopib qoladi. Buni qaytarib joyiga qo'yib qo'yamiz. Endi bu tugmani bosish orqali biz home screenga o'tdik. Endi home screenni yozamiz. Buning uchun ham bu yerdan kopiya qilib olamiz. Mana kopiya qildik. Boya qizil narsalar chiqmagandi. Bunisida esa qizil narsalar chiqibdi. Ya'ni kodimizda ba'zi bir xatoliklar bor deyapti, chunki bu yerda widgets papkasida narsalarni ishlatyaptik. Bizda esa hali widgets papkasi mavjud emas. Keling, bu papkani ham biz dasturimizga qo'shib olamiz. Mana qo'shgandik, bizdagi xatoliklar ketdi. Keyin endi bitta tahlil qilamiz. Bu UI'miz qanaqasiga yaratildi? Mana bu yerda home screenimizda bizda bir nechta kodlar yozilgan ekan. Hozir u kodlarni olib turgan holatda sekin UI'mizni tahlil qilib chiqamiz. Mana tepadagi narsalarni olib tashladik. Bizda faqatgina pastdagi elementlar qoldi. Ya'ni bu yerda ko'pchilik mobil dasturlarda shunaqa UI ko'rgan bo'lishingiz kerak. Bu quyidagicha yaratiladi Flutterda. Shunaqangi kod yoziladi. Bu dumaloq narsani o'rtaga qo'ydik. Mana o'sha dumaloq narsamizning ko'rinishi. Hozir buni enini 80-80 qilibmiz. Buni 150 qilsak katta bo'ladi, lekin bizga u kerak emas. 80 holatida kerak. Endi bu yurak, karta va inson narsalar qanaqasiga qilindi ular? Bu faylda joylashgan. Ularni shu yerda ulab chiqqanmiz. Bu ham ko'rishingiz mumkin, juda ham oson qilingan. Ya'ni bu yerda rasmini berib yuboramiz. Yurak, karta, account rasmi bo'lsin deb. Bu yerda esa konteyner degan widgetimiz bor Flutterda. Flutterda widgetlar nima desiz? Widgetlar xuddi bitta Legoga o'xshatsak bo'ladi. Mana bu dasturimiz Legodagi katta bitta to'g'ri burchak narsa qo'ydik. Endi bu to'g'ri burchak narsani ustiga biz yana Legolarni qo'yamiz. Ya'ni widgetlarni qo'yamiz. Mana rasm widgetini qo'ydik, bu yoqqa ham qo'ydik, bu yoqqa ham qo'ydik, bu yoqqa ham qo'ydik. Shunaqa qilib bizda UI'miz yaratilyapti. Bu joy tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Endi qaytsak, ekranimizni oldingi holatga qaytarib olaylik.
Endi yana ba'zi bir joylarini olib turamiz. Mana bu qismi qoldi. Bu joyi bizda oddiygina text widgeti, ya'ni text legosi orqali qilingan. Bu yerda yana shriftlarni berdik. Bu uchta chiziqchamiz esa rasm orqali yaratilgan. Qaysi rasmni qo'yishni berdik. Bu narsamiz esa ushbu alohida widgetimizning ichiga joylashtirganmiz. Bu yerda ham xuddi legodagi tasavvur qilsak, bitta uzun lego qo'yildi tagiga asos sifatida va uni ustiga shunaqangi to'rtburchak legolar terib chiqildi, orasida bo'sh joy qoldirgan holatda. Bu to'rtburchak legolarimizning ustiga keyin biz rasm qo'ydik. Mana uzunchoq legoyimizni deb list view tasavvur qilsak bo'ladi. Uni ustiga biz konteyner degan to'rtburchak legoyimizni qo'ydik. Unga rang berdik, dumaloqligini yozdik, chekkalari dumaloqroq-ku. Uni ustiga esa biz rasm widgetini qo'ydik. Bunisida text qo'yilgan. Mana text qo'yilgan joyi. Shunaqa qilib bu joyimizni ham hosil qilib oldik. Endi keyingi widgetimizni ko'rsak, bu yoqda mebel kartlari bor ekan. Mana bu yerda ma'lumotlarni berdik. Rasmi bu yerda olsin, nomi room sofa bo'lsin. Bu yoqda esa Toshiba TV bo'lsin, table lamp, wood table. Endi mana bitta uzunchoq lego qo'ydik bu yoqqa. Uzunchoq legoyimiz bu bizda wrap widgeti. Uni ustiga biz to'rtburchak legolar qo'yib chiqdik. Ya'ni har bitta kartamizni ushlashi uchun. To'rtburchak legoyimiz bu furniture kartining ichida joylashgan. Bu bo'lsa bizda konteyner. Bu to'rtburchak legoyimizning rangi oq. Uni ustiga ba'zi bir narsalarni joylashtirib chiqdik. Ya'ni bu yerda yurak narsani qo'ydik. Bu yerda nomini qo'ydik, title. Bu yerda ranglarini berdik. Bu yoqda narxi va bu joyda bu plus narsasi turibdi. Shunaqa qilib biz bu home screenni ham siz bilan tahlil qilib chiqdik. Endi eng oxirgi sahifamiz furniture detail sahifasiga o'taylik. Buning uchun keling yana ba'zi bir kodlarni kopiya qilamiz. Bu kodimizni ham kommentariyadan olamiz. Mana bizani furniture detail sahifamiz. Buni ustiga bosgan holatda bu yoqqa animatsiyali bo'lib o'tyapti. Bu qanaqa qilinganligini ko'raylik. Animatsiyasi ham juda ham oson qilingan. Bizda hero degan widgetimiz, ya'ni Lego bo'lagimiz bor. Bu yoqqa kichkina rasm beryapmiz. Kichkina holatdagi rasm hero widgeti. Mana bu furniture cart degan widgetimizda hero kichkina rasm beryapmiz. Furniture detail sahifasida esa xuddi shu rasmni katta qilib beryapmiz. Va shu ikkitagina widgetda yozish orqali bizda shunaqangi chiroyli animatsiya paydo bo'lyapti. Endi sahifamizga o'tib tahlil qilishni davom etaylik. Sekin-sekin birma-bir ko'rib chiqamiz. Mana avval faqatgina rasm bilan tepadagi orqaga va yurak degan rasmlarimiz qoldi. Bu orqaga va yurak degan joyimiz bu joyda yozilgan. Bu orqaga bossak orqaga chiqazyapti.
Yurak esa quyidagicha yozilgan. Rasmimiz bizda image widjeti orqali ko'rsatilyapti. Rasm ko'rsatadigan widjet orqali, ya'ni ustiga rasmni joylashtirsa bo'ladigan Lego orqali deb tushunsak bo'ladi. Davom etsak, mana bu yerda nomi ko'rsatilyapti. Endi bu nomni ko'rsatishini bu yoqda qilganmiz. Text widjeti orqali. Bu -1 plus esa bu yerda qilingan. Avvaliga to'g'ri to'rtburchak Lego joylashtirilgan. Bu Legoning ustiga rasm, minus rasmi, ozgincha bo'sh joy, 1 degan tekst, ozgincha bo'sh joy va plus rasmi joylashtirilgan. Davom etsak, bu yerda bizda ranglar turibdi. Ranglar ham tagida bitta Lego qo'yilgan. Rangi ko'rinmas Lego. Ustiga esa dumaloq Legochalar qo'yilgan va ularning rangi har xil. Davom etsak, mana bu yoqqa bu tekst joylashtirilgan. Ranglari, kattaliklari, shrifti berilgan. Va bu yerda bizda narxi, bu joyda esa shunaqangi tugma, button qilingan, knopka. Unda biz to'g'ri to'rtburchak widjetidan, Legosidan foydalandik. Ustiga esa tekstlik widjet, tekst Legosini qo'ydik. Va shu kodlarni yozish orqali bizda juda ham chiroyli mobil dasturimiz yaratildi. Bu video sizga qiziq va ma'lumot beradigan bo'ldi degan umiddaman. Siz Flutterga bu paytda qiziqib qolgan bo'lishingiz kerak. Flutterda mobil dasturlar yaratilishi shunaqangi oson. Bizda widjetlarimiz bor. Widjetlar bu Lego bo'laklarimiz. Ularni to'g'ri joyga, to'g'ri tartibda qo'yish orqali shunaqangi chiroyli mobil dasturlarni yaratishga erishsak bo'ladi. Va xuddi shu iOS ga yaratgan dasturimiz Android ga ham ishlaydi. Hech qanaqangi kodni o'zgartirish keragi yo'q. Bu paytga kelib sizda Flutterga aniq kuchli qiziqish paydo bo'lgan. Flutter bizga shunaqangi katta imkoniyatlarni ochib beryapti. Bu videoda Flutterni juda ham kichkinagina qismini ko'rib chiqishga ulgurdik. Chunki Flutter juda ham kuchli framework mobil dasturlar yaratish uchun. Agar sizga Flutter qiziq bo'lgan bo'lsa, mani YouTube kanalimga obuna bo'lib, kuzatib borishingizni maslahat beraman. Chunki bu yerda qiziq videolar chiqadi Flutter haqida. Va shu videoni o'zingizni do'stlaringizga yuborib qo'ying. Mobil dasturlashga yoki dasturlashga qiziqqan, lekin uni qiyin deb o'ylayotganlar uchun. Bu videomizdan keyin qanaqa videolarni ko'rishni xohlaysiz? Shularni ham kommentariyada yozib fikringizni bildiring. Keyingi videolarimiz shunga qarab mavzusi tanlanadi.